Assalomu alaykum akalar, ukalar, dehqon aka-ukalarimiz, Jizzax Begons kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa mana yangi joyimizda ishlar boshlanib ketgan. Hozirgi vaqtda mana ukamiz aytayapti. Mana shu yangi joyingiz ochilishi munosabati bilan xudo xolasa shu Begons turgan aka-ukalarimizga bitta chegirma qilib bering. Zishligini zo'r qilib, xudo xolasa aksiya doirasida cho'lchinlarda bitta qilib bering deyapti. Hozir xudo xolasa cho'lchinlarda zishligini ko'rsatib o'tamiz. Kimda ishlatilmay turgan mana shunaqa yeri bo'ladigan bo'lsa, chorvasi, dehqonchilik bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa oddiy molni go'ngida Begons sayyorlab daromad qilishingiz mumkin. Yiliga o'rtacha 200 milliondan 500 milliongacha bemalol daromad qilsangiz bo'ladi bu Begonslarda. Hozir xudo xolasa sizlarga bitta cho'lchinlar zishligidan ko'rsatib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa biz kanalga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etasizlar. Xudo xolasa biz videoni boshlaymiz. Yangi joy qilganingiz uchun dehqon bobolarimizga, aka-ukalarimizga bir aksiya qilib bermaysizmi aka? Bo'ldi-da ukam, xudo xolasa cho'lchanlarni zishligini mana ko'rib turganlaringizda dahshat zishlikda. Xudo xolasa mana shu zishlikda Begons biznesini boshlamoqchi bo'lib turgan aka-ukalarimizga shunaqa zishlikda korzinka yashchalarni yoki banan korobkalarini aksiya doirasida yetkazib beramiz. Mana xudo xolasa 500 kvadratlik aytib o'tganimizda mana joylarimiz tayyor bo'lib qolgan dedi mana. Cho'lchanlar zishlarni ko'rishingiz mumkin. Va go'sht holatida cho'lchanlar mana. Hozir korzinkachalardan to'kib, xudo xolasa yoyib chiqyapmiz. Cho'lchanlarni har bittasini ko'rsatishim mumkin. Mana. Zishligi o'ta zish darajada. Xudo xolasa aksiya doirasida yetkazib beramiz. Kimda mana shunaqa ishlatilmay turgan joylar bo'ladigan bo'lsa, bunaqa oddiy molni go'ngidan foydalanib Begons biznesini boshlab, ertaga kuzda, bahorda bemalol dehqon aka-ukalarimizga shularni bemalol sotishingiz mumkin. Agar sotilmay qolgan taqdirlaringizda mana bizga telefon qilasizlar, xudo xolasa narxlarni zo'r qilib klientlarga sotib beramiz. Uka bitta nima deb o'tasan endi ular? Obunachi aka-ukalarimizga. Hadisga qilib olinglar akalar. Bu biznes boshlasinmi? Mana hammasi xudo xolasa aksiya doirasida qilib beryapmiz. Cho'lchanlarni mana har bittasini ko'rsatishimiz mumkin, cho'lchan zishliklarini. Zishliklari xudo xolasa o'ta zish darajada mana. Oho. Mana. Cho'lchanlar zishliklari o'ta zish darajada. Mana shunaqa korzinka yashchalarda yoki banan korobkalarda xudo xolasa yetkazib beramiz mana joylarimiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastdan nomerlarga aloqa chiqishingiz mumkin.